Ha, Lolo kayfiyating yo'q. Erim telefonni olib chiqaluvdim, erim bilib qolib ketdim, yetib qaytardi. Hozir ham erni telefonini chuqalaydigan zamon ekanmi? Mana, erimni telegramini o'zim yo'lab olganman. Hammasi nazoratim ostida turadi, zato baloni ham bilmaydi. Rostdan. Yana birovga aytayman. Yo'q, hech kimga aytib. Eshitdingizlar? Gruppadaglar, qanisizlar? Bekor aytmadimmikan? Mayli. Alo. Hamma gaplaringni Lolo gruppaga tashladi. Nima qilyapsan? Voy marras, hali ketganiga 10 metr bo'lgani yo'q. Ha, olsin. Qovog'ingizdan qor yog'gani uchun uyda palto kiyib o'tiribman. Tinchlikmi? O'sin, so'ramay, erim pul ishlatib qo'ydim, uyda katta janjal qildi. Endi nima qilishni bilmay o'tiribman. Voy, o'lsin, shunga ham siqilasizmi? Mana men mulla akaga pulni ishlatsam, bitta shantaj yoqaman. Siz o'zingiz ichgansiz, o'rtalaringizga sarflagansiz, endi mendan ko'rib olsiz deyman. Tupikka kirib o'tiradi. Rahmat sizga. O'singa dushmanni bekor etishgan ekan. Rahmat sizga, O'sin. Labbi, assalomu alaykum oyijon. Kelin, siz hali o'g'limni pul ishlab shantaj qilib yuribsizmi? Voy, qayerdan oldingiz oyijon bu gapni? Ana, Ovsin yetgan aka gruppaga tashlabdi. It bilan bu ovsinni qancha qilma tarbiya, it bo'lur, eshak bo'lur, aslo bo'lmas ovsining. Ana boku gruppaga yomon parod qildim-da. Usmonni xafa bo'lib yuribdi. Vaqti yo'q odam g'iybat qilishmasa-da, javob ham qaytarmaydi. Ichiga donak boku. Ha, qazyolchalar. Ayni dugona bilasizku, ayollarning tili besuyak. Biz deb chiqib ketaveramiz, yarashamiz. Erta dugona bo'lamiz. Bo'pti, sog' bo'ling. Endi men qilsam sizlar chidanglar-da. Birinchidan g'iybat qilishga dugonangiz yo'q. Ikkinchidan o'zingizda ham vaqtingiz yo'q, to'g'rimi? Mana Chechenka yana gif konkurs boshlabdi. Oldingi safar 30 ming garant berib, 40 ming o'tkazib bergani uchun yana qiling deb homiylik qo'ymabdi. Bu safar homiylarning qatorida men ham borman. 20 mingta живой женский auditoriya o'tadi. Ana o'shanda auditoriyani yig'ib olib, istoriyaga chiqib gapiraman. Kamida 20 tadan odamga aytadi-da, istoriyani ko'rganlar. O'shanda chidab bersanglar bo'ldi. Voy, o'rtoq, Chechenkalarni to'lasi, lekin vobshe yomon. Shunday bizani ikkiga bo'lib g'ajib tashlaydi. Oxirgi joylar qolibdi. Tez uchalamiz ham sponsor bo'la olmasak bo'lmaydi. Sizlar ham shoshilinglar. Hammasiga mayli. Bu gapga qayerdan pul olibdi? Ichiga do'nak. Yana g'iybatmi? Nima qilib o'tiribsizlar?